Фитобочка, массаж, хижама абсолютно бекер. Андықтан видеоға лайк басып, комментарий закетіңіздер. Инверсионный массажный кресло дағын бекер қызмат көргөзүүгө даяр. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан эже карындаш агайынылар, саламатсыздарбы? Бир туугандар, Хижама Прону сіздерге көп эле жолу тартып көргөзүп келебиз. Мына Кыргызбай YouTube каналы негизи бул жерде хижама массаж 3000ден эле келип биз 500 рубльга арзандатып кылып койдук элек. Буйруса, эми 500 рубльга арзандатуу токтоду, 700 рубль болду. Эми буйруса келип 2300гө полный сеанстарды алып кетсеңиздер болот. Толук маалыматты мына агам өзү айтып берсин, Хижама Пронун директору. Кандайсыз? Assalomu alaykum hammalaringga. Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Arzandatulardan boshladingiz. Boshladik, ya'ni xalqning xizmatidamiz, xudo xolasa. Vot, bardig'i mana kimda kim kelsa, fitobochka, massajlar, nabor bankalari, hijama hammasini 2300 rublga jasab beramiz. Opshi Qirg'izboydan kimda kim kelsa, mana 700 rubl sketka qilib berdik. Vot, bardig'i narsa o'zimizda bor. Ya'ni ijlaishi bo'lsa, kimda mana o'zini palatensasini, bilyosini, nijni bilyosini olib kelsa bo'ladi. Atak bardig'i narsa o'zimizda bor. Palatensa ham hamma yoq bor. Bemalol kelaverasizlar. Bez выходной ishlaymiz. Mana Jangil kunlari kelyapti. 31-kunlar ko'p odam savol beryapti. Ishlaysizlarmi, ishlamaysizlarmi, выходнойmi? Bizda выходной yo'q. Ya'ni birinchi kuni ham, ikkinchi kuni ham, 10-chi kuni ham ishlaymiz. Как положено ishlaymiz. 10dan 10gacha ishlaymiz. 10dan 10gacha. 10dan 10gacha. Bir kun oldin zapis qilib kelsinlar. Tak, besplatna protsedura kerak emasmi? O'shani aytingchi. O'shani aytay. O'sha qiziq bo'lib turadi hozir. Kimda kim Qirg'izboydan keladigan bo'lsa, 5 ta odam bir yerda kelsa, bir vaqtda. Do'stlar kelsin, ha? Do'stlar bir yerda kelsa, bir odamga besplatna. Bardig'i besplatna, bardig'i. Fitobochka, massaj, hijama bankalari hammasi podarak, besplatna, bardig'i. Qanchasigacha ulanadi shu aksiyangiz mana shu? Aksiya shu Qirg'izboy qancha yashasa o'shangacha. So'zingizda turib aytib qo'ying. So'zimizda keyin inshaalloh turamiz. Yo'q, brat, biz xalqning xizmatidamiz, brat. Joningiz omon. Qancha yildan beri shu fitobochka jag'ida yurasiz? Hijama qilib. Ya'ni fitobochka, hijama bu sferada o'zi biz 7 yildan beri stajimiz bor. Vot, sochlarni ya'ni ko'p savollar yana tushadi, yaxshi savollar berdingiz. Sochlarni oldirish shartmi hijamaga deb qo'rqib jatishibdi. Sochlarni olmasdan turibda hijama qilsa bo'ladi. Ya'ni sochlarni ustidan turib hijama qilsa bo'ladi, beljaqqa, putjaqqa hamma joyga hijamalar bo'ladi. Kim mana bezovta qiladigan bo'lsa, sovuq kunlar tushib qolgan, tashqari sovuq, kelib din sog'lig'ingga qaranglar, mana bochqalarga tushsanglar, sog'lig'ing yaxshi chiqaradi. Negizi 31dan keyin 10 kunlik es alуу bo'ladi, o'shada kelib den sog'liqqa qam ko'rib ketsangizlar yaxshi bo'ladi. Metronun janында, Metro Bileyevanın janында mekendeshler. Chiqasizlar domning ostida. Adresler жазып qo'ydim, nomerlarni qo'yib qo'ydim. Kenini keser ma'lumot alsаңыздар bo'ladi, tushunmagan so'rovlar bo'lgan bo'lsa, anan бұл жерде erkekler эле өзүңүздөр келбестен, ежелеримди семейный келген болсоңуздар, мына бұл жерде отдельный эжеке өзү кызмат көргөзөт. Просто буяка мындай жазылып келиш керек да. Эжеке ошол жазылганда келип кызмат көргөзүүгө даяр. Анан күтүү залы бұл жерде, дары чөптөрү бар бұл жерде, телевизор көргөнчө, анан буларда авиакассасы дагы бар. Алдабайт, эң негизгиси алдабайт. Келип ушул жерден мындай печаттан алып келсеңиздер болот, документ кылыпчы, анан онлайндан сатышат. Бардык жакка алса болобу? Өзбекстан, Кыргызстан, по всему миру. Италия, Анталия. По всему миру. Eng yaxshi arzon narxlarda o'zimiz beramiz. Ya'ni 3 yildan beri ishlaymiz. Hech kimni unaqa aldash, nima niyatimiz, maqsadimiz yo'q. Biz tolka yaxshilik qilishda-da, brat. Vot. Yana suluklarimiz ham bor. Sulukni ham ko'p odam so'ylashadi. Kimni qonlari quyilib ketgan bo'lsa, mana kechasi uxlaysiz, ertalab turasiz, uxlab turmaganga o'xshaysiz-da, yana ustavshi, yana yotib qolgingiz keladi. Vot. Aktivность yo'q. Qonli quyilib ketgan, qon aylanishlari yaxshi emas, кровообращение плохое. Vot, o'shanda suluklarni qo'ysangiz, qon aylanishlarini yaxshi qilib beradi. Qon aylanishlar yaxshi bo'ladi. Bu geparin-da, nastoящий geparin. Juda yaxshi foydalari bor. Suluklar ham qo'yamiz. Ko'p odam so'raydi mana. Vot, suluklardan keyin 10 soat, 12 soat qon oqadi. O'shan rashodini olib kelishlaringizni so'rab qolamiz. Shto o'sha kuni ishga chiqa olmaydi, jumushga chiqib bo'lmaydi. Bu stolungiz ham mana ayoy yoqdi-da, aka. Bu stolimiz inversionный stol. Kimda mana osteoxondroz bo'lsa, poзвоночникlarda, вот, disk grijala bo'lsa, o'shalarga juda yaxshi foydasi bor. Kimda kim, mana keladigan bo'lsa, absolutno bu da besplatno. Tushi o'sha yerda kelgan. Tushi, o'tirishi va besplatno. Kimda kim kelsa, mana Hijama Proga Qirg'izboydan besplatno. Ishingizga iyilik. Jonlaring omon bo'lsin. Intomoqlikda, bilimlikda juraveraylik. Inshaalloh. Inshaalloh.
Метронун жанында жакшы кылыпсыз. Жақсы. Парковкалар шлагбаум асылабы кандай? Tak, taksi mashinasi bo'ladigan bo'lsa, shuni taksi mashinaga yaqinlashgan bilan shlagbaum avtomatik ochiladi. Bizga ham ochildi bu. Atak, частный mashina bo'ladigan bo'lsa, bir xil vaqtda ochmaydi. Ya'ni so'raydi, qayerga ketyapsan deb. Hijamaga massajga ketyapman deydi, o'shanda nomer mashinani diktovat qilishga to'g'ri keladi. Mashina nomerlarini diktovat qilganingizdan keyin shlagbaumni ochishadi. Chiqqandan keyin постоянно parkovkalar bor, shu eshigimizning yonlarida bor. Вот, metro Bellayevadan chiqqanda shu 2-3 minutlik peshkom yo'l metro bilan kelganda kimda kim mana keladigan bo'lsa biz zapis qilsak обязательно adreslarni borlig'ini tashab beramiz. Ya'ni videoroliklar ham bor, tortib kelganmiz, o'shani tashab beramiz. WhatsAppga yozib qo'yish kerak. WhatsAppga yozib qo'yish kerak. Bir kun oldin yozsa yana yaxshi bo'ladi. Определённый mana o'zlari xohlagan vaqtga kelib olib ketsalar bo'ladi. Мына ушундай туугандар, толук маалыматты бердик окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болгон болсо жаза бересиздер. Ишиңиздерге ийгилик, эч кимиңиздер оорубаңыздар, 10 күндүк уханойдо келип ден соолукка кам көрүп кетиңиздер. Группалар менен бөлүшүп, ушул арзандатуудан пайдаланып калыңыздар. Бекерге дагы алып кетиңиздер, мына мо достор, умныйлар, мына уюштуруңуздар. Алып келип, тихо ишти бүтүрүңүздөр. Көрүшкөнчө лайк басып, комментарий жазыш эсиңиздерден чыкпасын. Рахмат барыңыздарга. Тугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен кийин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.